Assalomu alaykum. Xo'p, 50 ming so'mga qovun olasizmi? Oling, ozgina pul kerak edi-da, yordam bo'ladi oxirgisi. Olasizlarmi? Mayli. Bering. Bering. Rozimisiz? Mana bu o'sha qovun. Ichidagi pullar bilan birgalikda edi. Sizni tabriklaymiz va bizga yaxshilik qilganga bergan pulni 6 barobar berdi. 300 ming so'm pul bor edi. Instagramingiz bormi? Sizda bor, qovun. Qarang. Hozir menga akil pul va xabaringiz bormi? Obuna bo'lgan bo'lsangiz, $100 yutish imkoniyati bor. Agar hozir obuna bo'lib qo'ysangiz, pulingizni qaytarib beraman. Bo'ladimi? Obuna bo'lmaganman. Mayli, obuna bo'lib qo'ysangiz, akil pul deb bering. Ating. Mana, obuna bo'lmagan ekansiz, xo'p, obuna bo'lib qo'ying. Ana endi xabaringiz bormi deb o'zing. Va obuna bo'lmagan ekan, lekin obuna bo'lib qo'ydilar. Xolajon, men bu pulingizni qaytarib beraman. Qovunimni olaman lekin. Ichidagi pul sizga. Ujlay. Biza o'zi odamlarni ozgina bo'lsa ham xursand qilishlik maqsadida kelganmiz Jizzaxga. Hozir Jizzax Targ'ib sentrida biza. Men o'zim Buxorodanman. Jizzaxdagi muxlislar juda ham ko'p, o'sha uchun Jizzax qachon kelasiz deganim uchun kelganman. Haqqoni ekanmi? Hech qanaqa tanishim emasmisiz? Yo'q, tanishib Obuna bo'lish kerak ekanmi? kerak. Sog' bo'ling. Xolajon, sog' bo'ling. Charchamaylar, salomat bo'linglar. Xo'p do'stlar, biza Jizzaxga keldik va $100 qoldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi viloyat, keyingi tuman qaysi bo'lishini izohlarda yozib qoldiringlar. Jizzaxliklar bo'lsa, like bosishni unutmang.